خەلقئاراكەچۈرۈم تەشكىلاتى 29 oktyabr چاقىرىق e'lon qilib, Xitoy doiralari tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan qozoq yazğuchi مۇھىمنىڭ qo'yib berilishini talab qilish harakati boshlagan. خەلقئاراكەچۈرۈم tashkilotining ta'kidlashicha, navbatda مۇھىمنىڭ ahvolidan jiddiy andisha qilinmoqda ekan. Mazkur tashkilot chaqirig'ida kishilarni Uyg'ur avtonom rayonlik turma boshqarish idorasining boshlig'i Wang Jangga xat yozib, مۇھىمنى qo'yib berishni yoki uning xalqaro o'lchamlarga asosan sotlanishini talab qilishga chaqirgan. Yazğuchi مۇھىم Sharqi Turkiston Altay viloyatlik ma'naviy madaniyat ishxonasining xodimi bo'lib, u 2018-yil 3-oyda Qozog'istondagi urug' tuqqanlarini yo'qlab qaytib kelgandan keyin tutqun qilingan. خەلقئاراكەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ 29 oktyabr oshkorlashicha, uning oilasidagilar yaqinda مۇھىمنىڭ bu yil 9-oyda bo'lgunchilik bilan ayblanib, muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligidan xabar topgan. Mazkur tashkilotning bildirishicha, u og'inlarini yig'ib, Qozog'iston davlat bayramini tabriklaganligi, Sharqi Turkistonning qo'shtilliq ma'rif siyosatiga fikr bildirganligi, qozoqlarni Qozog'istonga ko'chishga rag'batlantirganligi uchun kesilgan ekan. Nag'izning oilasidagilar xalq'aroKەچۈرۈم tashkilotiga bergan uchurida uning jinoyatini qabul qilishni rad qilganligini, sudda o'zining qiyin qistoqqa uchirganligini aytganligini bildirgan. ئامېرىكىنىڭ ئاكسىيوس خەۋەرلەر تورىدا مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكىدا ئالما شىركىتىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشىغا قارشى تۇرۇش قانۇنلايىھەسى ئۈچۈن لوبىچىلىق قىلغانلىقى ئاشكارىلاندى. ئالما شىركىتى لوبىچىلىق ئۈچۈن باشقا بىر شىركەتكە پۇل تۆلىگەن بولۇپ، خەۋەردە ئالما شىركىتىنىڭ بۇ قانۇننى قوللاپ لوبىچىلىق قىلغانلىقى yoki uningga qarshi turish uchun lobbichilik qilganligi aniq emas deyilgan. Halbuki alma şirketlerining mahsulotlari ishlab chiqarilgan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy emgakka silinayotganligi haqida ilgari ko'p qatim ishonchli dokladlar e'lon qilingan. Masalan, Avstraliya Strategiya siyosat instituti bu yil 3-oyda e'lon qilib, zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan dokladda alma shirkatining kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy emgaklarining borligi oshkorlangan. Xitoyning Nanjang shahrida Alma va Linova qatorliq shirkatlarning kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy emgakka silinayotganligini aniqlab chiqqan. Ammo Amerika şirketi 7-oydagi bir inkasida o'zlarining Nanjangdagi O film texnikasi shirkatini tafsiliy tekshirganligini va majburiy emgak to'g'risida hech qanday paket topolmaydiganligini aytgan. Amerika Davlat Majlisining har ikki partiyadan bo'lgan a'zolari Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasiga qattiq ko'ngil bo'layotgan bo'lib, ular majburiy emgak asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini oldini olish uchun tadbir qo'llanmoqda. Navbatda Davlat Majlisida Uyg'ur majburiy emgakiga oid tunishtirilgan ikki qonun loyihasi bor bo'lib, bular ma'qullangan taqdirda Xitoydan mol ta'minlayotgan Amerika shirkatlariga molning kesilish manbasini tekshirish haqida yanama ig'ir talablar qo'yildi ekan. Pakistan Bosh ministrining davlat bexatarlik va strategik siyosat plan maslahatchisi Moid Yusuf Sharqi Turkiston masalasi haqida savollarga duch keldi. O'zlarining Xitoy bilan intayin yaqin sherik ekanligini ta'kidlagan Yusuf, Uyg'ur masalasining amaliyotda masala emasligini o'tirg'a qo'ydi. Yusuf mundaq dedi: "Uyg'urlar masala emas, hatto vakillar umikimizmi bu rayonni ziyorat qildi. Biz bu rayonni ko'rdik va uning masala emasligidan 100% rozi bo'ldik. G'arb nimani xohlasa shuni deyalaydi. Men mas'uliyatchan amaldor bo'lish sifatim bilan Uyg'ur va Xitoydagi hamma narsani bilaman. Xitoylarmi biz to'g'riliq hamma narsani biladi. Bizning andishimiz nol, haqiqatan hech qanday andishimiz yo'q. Pokistonning Xitoy bilan quyuq munosabati va kishilik huquq tashkilotlari Pokistonning Xitoy bilan quyuq munosabati sababidan Sharqi Turkistonda yuz bergan ishlarga sukut qildi deb aybladi. Halbuki Pakistan Bosh ministri Imron Xon 2019-yil taratqularning ziyoratini qabul qilganda dunyoning kun tartibida bo'lgan Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosati haqida men bu to'g'riliq ko'p bilmayman degan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyada Xitoy virusiga qarshi jiddiy holat e'lon qilinganligini uqtirgan. Va 2 noyabrdan boshlab bu davlatga yerim taqish qarorini e'lon qilgan bosh ministr Mېrكېلنىڭ maskisi soxta Xitoy mahsuloti ekan. Davolash qo'g'dash materiallari ishlab chiqaradigan Lendenkir shirkatining bosh ijroiya amaldori Filip Hayman eng ishonchli maskalarning biri bo'lgan FFP2 maskasini tekshirgan. Hayman bilet gazetiga maskani baholab, soxtaligini birma-bir ko'rsatib mundaq dedi:
Bosh ministri taqilgan maska saxta, balkim Xitoydan kelgan bo'lishi mumkin. U bu maskaning uncha ko'p qo'g'dash roli yo'qligini va CE belgisidan keyingi kontrol bosqichining yetersizligi sababidan virus o'talaydiganligini ta'kidlab, yanala qo'lda tikilgan maskaning buningdan yaxshi ekanligini aytdi. Xitoy virusi yuqumi sababidan Angliyada ikkinchi qatimliq mamlakat miqyosida karantin e'lon qilindi. Bosh minister Boris Johnson muxbirlarni kutib olish yig'inida bu cheklamalarning ruhiy sog'lomlikqa, shundaqla iqtisodga ta'sir qiladiganligini biladiganligini aytdi. Lekin virusning mo'ljardagidan tez tarqalayotganligini aytgan Johnson ogohlantirib, agar tadbir qo'llanmasa, vaziyatning texmi nachar bo'ladiganligini aytdi. Johnson ba'zi rayonlardagi doktorxonalarning bir necha hafta ichida iqtidorni to'liqlash xavfiga duch kelganligini bayon qilib mundaq dedi. O'lim nisbati yuqori bo'ladi. Sayyoh xodimlari kimning o'ladiganligi, kimning yashaydiganligini qaror qilishga majbur bo'ladi.